Keyingi video obzorimiz matoli shkaf. Ko'rinishi shunaqa bo'ladi, yig'ilgandan keyingi holati. Buni instruksiyasi o'zining ichida bo'ladi. Balandligi 1.75 bo'ladi. Eniga 1.30 bo'ladi. Bu yoq eniga 45 sm bo'ladi. Yig'ilgandan keyin shunaqa bo'ladi. Ichida o'zining shilkasi bor, mana osadigan joyi bor. Bu yoqqa narsa qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqda ham bor mana. Oldini bunda ochib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar mana yopib qo'ysanglar ham bo'ladi. O'zinglar bilan olib yurishga udobno, bemalol. Mana asl ko'rinishi shunaqa bo'ladi.